2003-yildan 2018-yilgacha Barselona Ispaniya hakamlik qo'mitasi vitse-prezidentiga 7 million yevrodan ko'proq pul to'lagan. Ushbu videoda biz siz bilan Negreira ishini statistikalar bilan baholab chiqamiz. Keling siz bilan o'sha davrdagi holatlarga qaraymiz. La Ligada Barselonaning raqiblari o'rtacha 3.8 ta foul qilganidan keyin sariq kartochka olishgan. Real Madridning raqiblari esa Real futbolchilarini 16 marta to'xtatganidan keyingina sariq kartochkaga loyiq ko'rilgan. Yana bir tomoni, Barselona futbolchilari sariq kartochka olish uchun o'rtacha 14 ta foul ishlatishi kerak bo'lgan. Real Madrid futbolchilari esa atiga 6.6 ta fouldan keyin sariq kartochka olishgan. Penaltilarga keladigan bo'lsak, Barselona foydasiga 122 ta penalti berilgan. Ularga qarshi esa 57 ta penalti belgilangan. Bu 65 ta farq degani. Real Madrid esa bu ko'rsatkich atiga -2 bo'lgan. Ya'ni Real Madrid darvozasiga o'zi tepgan penaltidan ko'ra 2 marta ko'proq penalti belgilangan. Qiziq tomoni, o'sha yillardagi Chempionlar Ligasi o'yinlarini solishtirganingizda ikkala jamoa ham penaltilar va qizil kartochkalar bo'yicha deyarli teng ko'rsatkichga ega. Negreira to'lovlari boshlanishidan oldin La Ligada Real Madrid va Barselona qizil kartochkalar bo'yicha juda teng holatda bo'lgan. Ammo 2004-2018-yillardagi to'lovlar davrida Barselona foydasiga keskin o'sish kuzatiladi. Shunga o'xshagan videolar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.